Zulayho Boyxonova ustozimizni ko'ngil degan qo'shiqlar bilan kelganman. Ustoz, lekin kamlik ustiga uzr so'rayman. Chunki hayotimdan olingan deb eslasangiz kelganingizda aytganman ustoz sizga. Hayotimdan demagin bolam, bu oddiy qo'shiq degansiz-ku, lekin juda ham chiroyli qo'shiq. Endi nima deydi, ya haqiqatda zo'r qo'shiq bo'lsa o'zimni maqtagan bo'laman. Endi oddiy qo'shiq bizni qilgan narsalar oddiy narsa, lekin sizlarga yoqqanligi bo'lsa. Yo'q ustoz. Sizga bahosi umuman yo'q. Rahmat. Kamiga usul so'rayman, sizdan ijro qilish qiyin.